6 bab. Qarindoshlar, agar oranglarda birining hozirmi gunoh sodir qilayotganligi bayqalgan bo'lsa, e'tiqodda pishib yetilgan sizlar uni muloyimlik bilan to'g'ri yo'lga qaytirib kelinglar. Shuning bilan bir vaqtda o'zinglarningmi ozilib ketmasliginglarga diqqat qilinglar. Bir-biringlarning egrichiligini ko'taringlar. Shunda qilsanglar, Ayso Masihning qonuniga amal qilgan bo'lasizlar. Agar kim o'zini qaltis chaqlab, boshqalarga yordam bermasa, o'zini o'zi oldigan bo'ladi. Bundaq odam amaliyatda qaltis emas. Har kim o'zining amaliyatiga qarab baxsin. Faxrlanishga tegishlik bo'lsa, faxrlansin. O'zini boshqalar bilan seshtirmasin. Har bir odam o'zining ishiga o'zi mas'ul bo'lishi kerak. Xudoning so'zidan ta'lim ilayotgan kishi o'ziga ta'lim berguvchini o'zida bor bo'lgan yaxshi narsalar bilan bahramand qilsin. O'zinglarni aldimanglar. O'zinglarni oldigan bilan Xudoni oldiy olmaysizlar. Kim nemi terisa shuni oladi. O'zining gunohkor tabiatining arzu havaslarini qondirish uchun urug' chashqan kishi uningdan halokat hosili oladi. Muqaddas ruhni xursand qilish uchun urug' chashqan kishi bo'lsa, uningdan mangulik hayot hosili oladi. Shunga yaxshi ishlarni qilishdan bo'shashmayli. Shunda qilsak, vaqt kelganda cho'qim mo'l hosil ola olamiz. Shuning uchun fursat bo'lsa, boshqalarga, bo'libmi e'tiqodchi qarindoshlarimizga yaxshi ishlarni qilib berayli. Qaranglar, tövendiki bu qurlarni o'z qo'limda alohida cho'ng xatlar bilan yezibotiman. Yahudilarning maqtishiga xushtor kishilar sizlarni xatni qildirishga zo'rlaydi. Ular qutqizilish faqat Ayso Masihning Kristi qurbon bo'lganligidanla keladi desa, Yahudilarning ziyonkashligiga uchraydi. Amaliyatda bundaq kishilarning o'zlari Tavrat qonuniga to'liq amal qilmaydi. Biroq ular sizlarning xatini qabul qilganliginglar bilan maqtanish uchun xatni qildirishinglarni talab qiladi. O'zimni ilib aytsam, Rabbimiz Aysoning Kristdagi o'limidan boshqa hech qanday ish bilan maqtanmayman. Chunki uning Kristdagi o'limi sababidan bu dunyo men uchun o'lgandir. Menmi bu dunyo uchun olluburun o'lgan. Xudoning nazarida xatni qilish yoki qilmaslik muhim emas. Muhimi Ayso Masih orqali yangi odam bo'lishdir. Mundaq ko'z qarash bilan yashaydiganlarga Xudoning haqiqiy xalqiga omonlik va rahim shafqat yor bo'lg'ay. Buningdan keyin hech kim yuqorida deyilgan ishlar bilan meni avor qilmasin. Chunki badanimda qolgan yor izlari mening Ayso Masih uchun xushxabar taqtish yo'lda tatgan azob oqibatlarimning iznosidir. Qarindoshlar, Rabbimiz Ayso Masihning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay. Amin.